Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kelinglar bir chekkadan. Hozir bu teplovoy nasos temasiga, isitish, sovutish tizimiga kirishdan oldin avvalambor shu energiya nimaligini avvalambor tushunchani kengaytirib olamiz hamda ularning turlarini ajratib olamiz. Qaysi turga kirishi, qaysi tipiga bo'linishi, qaysi klassiga to'g'ri kelishini shundan ajratib olamiz. Energiya uning turlaridan o'zi 7 tasi bor. Menga ma'lum bo'lgan, общий fanga ma'lum bo'lgan 7 ta turi bor. Birinchisi kinetik energiyasi bor, ikkinchisi potensial energiya bor, uchinchisi issiqlik energiyasi bor, to'rtinchisi elektr energiyasi bor, beshinchisi kimyoviy energiya bor, oltinchisi gidroviy energiya, yettinchisi yorug'lik elektromagnit energiyasi. Energiya uning turlariga bu tizimni ish bajarish qobiliyati uning fizikaning asosiy kattaliklaridan biri bo'lib, turli shakllarda mavjud bo'lishi mumkin. Keling endi energiyaning asosiy turlarini ko'rib chiqamiz bir chekkadan. 1. Kinetik energiya bu harakat energiyasi bo'lib, u obyektning massasi va tezligiga bog'liq. Biron bir jism harakatlanayotganda u muayyan energiyaga ega bo'ladi. Bu energiya jismning tezligi va og'irligiga qarab o'zgaradi. Xo'sh. Kinetik energiyasi joulda o'lchanadi. Jismning massasi kilogramda o'lchanadi. Jismning tezligi metr sekundda o'lchanadi. 2. Potensial energiya. Potensial energiya bu obyektning holati yoki joylashuvi tufayli yig'iladigan energiya. Masalan, ko'tarilgan to'g'onda suv yoki siqilgan prujinada potensial energiya bo'ladi. Bu jismning vaziyati yoki pozitsiyasi tufayli to'plangan energiyasi bo'lib, jism ma'lum bir balandlikka yoki tortish kuchiga qarshi pozitsiyada bo'lsa, u potensial energiya hisoblanadi. Potensial energiya joulda o'lchanadi. Jismning massasi kilogramda o'lchanadi. Balandliklar hammasi metrlarda o'lchanadi. Uchinchisi. Issiqlik energiyasi bu modda ichidagi molekulalar bilan harakat bilan bog'liq bo'lgan energiya. Harorat qancha yuqori bo'lsa, issiqlik energiyasi shuncha ko'p bo'ladi. Masalan, qizdirilgan radiatorda. Bu. To'rtinchisi. Elektr energiyasi. Bu elektr zaryadlari harakatlanish natijasida hosil bo'ladigan energiya turi. Elektr toki uzatilishi orqali energiya manbai iste'molchiga yetkaziladi. Elektr energiyaning asosiy tushunchalari. Kelinglar. Asosiy tushunchalardan bu elektr zaryadlari, elektron va protonlar, elektron maydoni, zaryadlar atrofidagi kuch ta'siri, elektr toki, zaryadlarning murattab harakati, elektr energiyaning formulasi bor. Elektr energiyasi joule yoki kilovat soatiga o'lchanadi. Hamma hisob-kitob soatiga o'lchanadi. Quvvat vatlarda o'lchanadi. Elektr energiyasining hayotdagi qo'llanilishi. Uy rozg'or texnikasi, televizor, muzlatgichlarda qo'llaniladi, ishlab chiqarish uskunalarida qo'llaniladi, transport elektromobil va poyezdlarda qo'llaniladi. Va hokazo va hokazo. Elektr energiyasi qulay va samarali bo'lsa-da, uni tejash va xavfsizlik choralariga rioya qilish muhim. Endi 5-si kimyoviy energiya. Kimyoviy energiya atomlar o'rtasidagi kimyoviy bog'lanishlarda saqlanadigan energiya. U kimyoviy reaksiyalarda jarayonda, masalan, yoqilg'ida yonishda ajralib chiqadi. Kimyoviy energiyaning asosiy xususiyatlari. Kimyoviy bog'lar atomlar orasida kuchli bog'lar, ular singandan energiya ajralib chiqadi. Keyin ekzotermik reaksiyalar. Energiya chiqarib beruvchi reaksiyalar, masalan, yonish. Endotermik reaksiyalar. Energiya yutib oluvchi reaksiyalar, masalan, fotosintez. Masalan, yonilg'i yonish jarayonida kimyoviy energiya issiqligi yorug'likka aylanadi. Kimyoviy energiya hayotda bu ovqat hazm qilishda bor, oziqani energiya olishda, keyin batareyalardan kimyoviy energiya orqali elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Yonilg'ilarda avtomobil va stansiyalar uchun energiya manbasi hisoblanadi. Yonilg'ilar kimyoviy energiya tabiatda va texnologiyada juda muhim rol o'ynaydi va uni to'g'ri boshqarib katta foydalar keltiradi. 6-si yadroviy energiya. 6-si yadroviy energiya. Atom yadrolarining parchalanishi yoki qo'shilishi jarayonida ajralib chiqariladigan ulkan energiya hisoblanadi. Bu energiya yadroviy reaksiyalar orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish yoki quvvat manbai sifatida ishlatiladi. Yadroviy energiyaning 2 asosiy turi bor. Shuni bilishimiz kerak. Yadroning parchalanishi og'ir yadrolarning kichik yadrolarga bo'linishi, masalan, atom elektr stansiyalarida bo'ladi. Keyingisi yadro qo'shilishi, yengil yadrolarning qo'shilishi, masalan, quyoshdagi reaksiyalar. Masalan, uran 235 yadrosining parchalanishi reaksiyasida katta miqdorda energiya ajralib chiqaradi. Keyin yadroviy energiya hayotda bu ko'radiganimiz, biladiganimiz, bu sir emas. Elektr energiyasi ishlab chiqarishda yadroviy energiya ishlatiladi. Meditsinada radioterapiya uskunalar va metodikalarda ishlatiladi. Kosmik tadqiqot energiyasi manbai hisobidan ishlatiladi. 7. Yorug'lik. Yorug'lik elektromagnit energiyasi bu elektromagnit to'lqinlari orqali uzatiladigan energiya. Bu ko'zga ko'rinadigan va ko'rinmaydigan nurdan tortib, rentgen va radio to'lqinlarigacha bo'lgan diapazonni o'zining ichiga oladi. Misol uchun, elektromagnit spektr singari kabi radio to'lqinlar, infraqizil nurlar,
ko'rinarli yorug'lik, ultrabinafsha nurlari, rentgen va gamma nurlari, yorug'lik energiyasining hayotdagi ahamiyati. Quyosh energiyasi fotosintez jarayonida quyosh panellari bilan biz tok olamiz, energiya olamiz. Aloqa vositalarida radio va mikroto'lqinlarni ishlatamiz. Meditsinada rentgen diagnostika va lazer texnologiyasida ishlatamiz. Yadroviy va yorug'lik energiyasi tabiatda eng kuchli energiya manbai bo'lib, ulardan samarali foydalanish kelajak texnologiyalarni yaratadi. Shu gap bugungi.